Erining oldiga kechki ovqatni olib keldi. Abu Talha ishtaha bilan ovqatlandi. Xotini Ummu Sulaym ila suhbatlashdi, hazillashdi. Xotini unga mahramlik vazifasini o'tadi. Ko'ngillari xush bo'lib orom olganlardan so'ng ayol eriga bolamiz o'ldi, uni ko'ming dedi. Abu Talha xotinining bu muomalasidan shikoyat uchun tongda payg'ambar alayhisolamning huzuriga bordi. Kecha bo'lib o'tganlarni bir-biri tushuntirdi. Sarvari koinot sollallohu alayhi vasallam bu kecha birga edingizmi deb so'radilar. Abu Talha shunday Rasululloh dedi. Payg'ambar alayhisolam Allohim bularga barokat ber deb Abu Talha va Ummu Sulaymni duo qildilar. Ummu Sulaym shu kechada bo'lgan o'g'ilni tug'di. Bolani Hazrati Anas radhiyallohu anhu ga berib Payg'ambar alayhisolamga yubordilar. Bola bilan barobar biroz totli xurmo ham yubordilar. Payg'ambar alayhisolam bola yonida biror narsa bormi dedilar. Anas radhiyallohu anhu bor yo Rasululloh, bir qancha xurmo bor dedilar. Payg'ambar alayhisolam xurmodan birini og'izlariga solib chaynab bolaning og'ziga ozgina soldilar. Bolaning ismini esa Abdulloh qo'ydilar. Bu voqeani Buxoriy va Muslim rivoyat etganlar. Buxoriyning rivoyatiga ko'ra Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ismini qo'ygan bu bolaning 9 o'g'li bo'lgan. Ularning hammalari ham ahli Qur'on bo'lib yetishganlar. Izoh va o'git: ushbu muborak islom ayolining buyuk sabri soyasida Allohning o'zi unga oliy ne'mat hozirladi. Alloh bir o'g'lini olib uning o'rniga ham yanada xayrli, yana ham barakali o'g'il berdi. U o'g'ildan 9 nabirali bo'lgan Abu Talhaning oilasi Hazrati Ummu Sulaym Alloh huzuridagi darajasini orttirdi. Balo, musibat og'ir bo'lsa ham sabr qilishning natijasida Ummu Sulaym yana ham buyuk mukofotga erishgandir. Islom qanday buyuk xonimlarni, ayollarni yetishtirgan. Islomni bilmagan so'zamol xonimlar, arzimagan har xil ishlari bilan tashvishlari ila erlarining miyasini qotiruvchi, eri ishdan kelsa, kelar kelmas nafasini rostlamay turib shikoyatlarni to'kib soladiganlar ushbu hikoyadan ibrat olishlari kerak bo'ladi. 166-hikoya Abu Talha hikoyasi Muslim rivoyatida. Abu Talhaning xotini Sulaymdan bo'lgan bir o'g'li vafot etgandi. Abu Talhaning xotini Ummu Sulaym oilasiga siz bolaning o'lganini otasiga aytmang. Men o'zim asta-sekin aytaman dedi. Abu Talha kechki payt ko'chadan uyiga qaytdi. O'g'lining ahvolini so'radi. Xotini yaxshi, rohatlanib uxlayapti dedi. Xotin erining oldiga dasturxon soldi, ovqatni olib keldi. Abu Talha yedi ichdi. Xotin erining atrofida parvona. Abu Talha xotinining muomalasidan xush kayfiyatli bo'ldi. Ummu Sulaym erining ko'nglini oldi. Keyin bunday nasihat-omuz so'z boshladi. Bir kimsa bir oilaga bir narsani omonatga bersa-da, keyin uni qaytarib olmoqchi bo'lsa, bu oila o'sha omonatni bermaslikka haqqi bormi? Bu seningcha to'g'rimi, nima deysan? Abu Talha yo'q, omonatni suyunib qaytarmoq lozim dedi. Xonimi u holda ey Abu Talha, senga o'g'lingni omonat bergan Alloh uni qaytib oldi. Sabr qil, Allohdan savob kut dedi. Abu Talha xotiniga g'azab bilan meni aldab avrading, keyin menga o'g'limning o'lganligi haqida xabar berding deb siqildi. Shundan so'ng uydan chiqib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlariga bordi. Payg'ambar alayhisalomga shikoyat qilib o'tgan voqeani aytib berdi. Payg'ambar alayhisalom: "Ya Abu Talha, Alloh taolo kechangizni muborak qilsin" deb duo qildilar. Xotinning sabri, boshiga tushgan musibatga bardoshi Payg'ambar alayhisalomga yoqdi. Xotin buyuk mukofotga erishajagini ishora sifatida shu shaklda duo o'qidilar. Hazrati Anas hodisani tushuntirib bunday degan: ayol o'sha kecha homilador bo'lgan edi. Sarvari koinot sollallohu alayhi vasallam safarga chiqqanlarida Abu Talha va uning oilasi ham bu safarda hamroh edilar. Qaytishda Madinaga yaqin qolganda Ummu Sulaymni to'lg'oq tutdi. Payg'ambar alayhisalom yo'llarida davom etdilar. Abu Talha xotinining oldida ushlanib qoldi. Abu Talha bunday duo boshladi: "Yo Rabbi, bilasanki Rasululloh bilan Madinaga birga kirishni umid qilardim. Hozir esa bu holimiz bizni payg'ambarimiz bilan Madinaga barobar kirishga monelik qildi" dedi. Unga javoban Ummu Sulaym: "Ya Abu Talha, haligi og'riq va sanchiqlarni sezmayapman. Yo'limizda davom etamiz" dedi. Madinaga qaytganda u bir o'g'lon tug'di. Ummu Sulaym: "Ya Anas, bu chaqaloqni hech kim emizmasin. Erta tongda uni olib to'ppa-to'g'ri Payg'ambar alayhisalom huzurlariga bor." Hazrati Anas roziyallohu anhu chaqaloqni olib Payg'ambar alayhisalom huzurlariga bordim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xurmolarni chaynab chaqaloqning og'ziga soldilar. Bolaning ismini Abdulloh deb qo'ydilar, deb tushuntirdi.
Sulaymning o'g'li Abdullohdan 9 nabirasi bo'lib, hammasi ahli Qur'on edilar. Xayrli va qadrli kimsalar bo'lib yetishdilar deydilar. Izoh va o'git. Ey islomga ko'ngil bergan qardoshim, bu voqeada bo'lgani kabi har narsaning Alloh tarafidan bizlarga berilgan bir omonat ekanligini idrok etib, iymonda kamolga erishsak, har narsaning Allohdan berilishini bilib inonsak ham, bu dunyoda ham oxiratda Allohning buyuk ne'matlariga noil bo'lib, juda ulug' mukofotlarga sazovor bo'lamiz. Lekin jaholatimizdan iymonimiz zaif bo'lgani uchun balolarga sabr eta olmasdan ham gunohkor bo'lamiz, ham oxirida yig'laymiz. Umrimiz so'ngida esa qo'limiz bo'sh qoladi. Shunday bo'lgan va shunday bo'lajak. Bu holat o'zgarmaydi. Ammo boshimizga kelgan musibatlarga sabr toqat qilsak, savob olamiz, balolar ketib bizga yaxshiliklar keladi. 167-hikoya. Eriga itoat qilgan xotindan Alloh rozi bo'ladi. Asr-i saodatda payg'ambar alayhisalomning muborak zamonlarida bir odam urushga chaqirildi. Harbga ketar ekan, xotiniga qattiq tayinladi. Ehtiyot bo'l, men kelgunimcha uydan tashqariga chiqma dedi. Oradan bir qancha vaqt o'tib ayolning otasi kasal bo'lib qoldi. Ayol payg'ambar alayhisalomga xabar berdi. Otam qattiq kasal, nima qilay, hasratda yonmoqdaman dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam eringga itoat qil deb javob berdilar. Biroz muddat o'tib ayolning otasi vafot etdi. Xotin erining amriga bo'ysunib otasining janozasiga bormadi. Eri kelgunicha uydan bir qadam tashqari chiqmadi. Sabr ila erini kutdi. Alloh taolo bu ayolning sabr va toqati uchun payg'ambar alayhisalomga Alloh ul xotinning eriga bo'lgan itoat sababidan butun gunohlardan forig' qildi, mujdasini yubordi. Ey oxirat yo'lchisi qardoshim, ko'rib turibsanki, Allohni mamnun qilmoq uchun uning amri bo'yicha yurmoq kerakdir. Erga itoat etish Alloh amri bo'lganidan xotin erining amrini ado etish ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarida keladi. E'tibor bering, erining amrini ado etishi uchun payg'ambar alayhisalomdan izn so'ralmoqda. Otangning kasalini ko'rishga va janozasiga bormasdan ering amriga quloq sol, uyingdan chiqmaslik sen uchun xayrlidir deb javob berdilar. Din amriga ko'ra erga itoat etgani uchun ayol Allohdan inoyat etilgan mujdani oldi. Demak, jannatga kirmoq oson emas. Erlarining kichkinagina talabiga qarshi chiquvchi xotinlar buni yaxshilab eshitib olishlari kerak. Alloh amrini bilmaydiganlar, payg'ambar alayhisalom nasihatlariga quloq solmaganlar erning haqqi nimaligini bilmaydilar. Bular uchun yashasin jahannam deyishdan boshqa so'z bormi bilmaymiz. 168-hikoya. Yangi turmushga chiqqan qizning vazifalari. Hazrati Oysha radhiyallohu anha validamiz hikoya qiladilar. Yoshgina bir qiz payg'ambar alayhisalom huzurlariga kelib, menga sovchilar ko'p kelmoqdalar, uylanishni istaydilar, ammo men turmush qurish xususida hech narsani bilmayman. Turmushga chiqqan qiz eriga qanday